Bismillah. Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugundan boshlab IDC Digital SAT kitobi bo'yicha darslarimizni boshlaymiz. Demak, bizda bo'larkan birinchi mavzuyimiz linear equations, ya'ni chiziqli tenglamalar. Bilmagan so'zlarni o'sha zahoti yozib ketishni maslahat beraman. Chunki har bitta bilmagan so'zimizni yodlab ketaveradigan bo'lsak, tarjima qobiliyatimiz, so'z boyligimiz oshib boraveradi va kitob tugaguncha imtihonga deyarli tayyor bo'lamiz. Ya'ni ingliz tili jihatidan. Xo'sh, endi misollarni ishlashdan oldin kelinglar tenglamalarga doir ba'zi bir narsalarni ko'rib chiqsak. Tenglama deganda hayolimizga kelish kerak bo'lgan narsa, xohlardimki tarozi bo'lsin. Pallali tarozi. Tenglik belgisi bu muvozanatdagi pallali tarozini beradi bizga. Okay? Xo'p, nima demoqchiman? Kelinglar, mana bu tarozida 3 ta 1 kilogramlik tosh bo'lsin. Bu tomonda esa xuddi shunaqa 1 kilogramlik toshlardan 5 ta bo'lsin. Muvozanat saqlanadimi? Yo'q, bu tomon olib ketadi. Lekin mana bu yerda yana bitta toshimiz bor, faqat uni necha kilogramligini bilmaymiz, noma'lum x. Endi muvozanatda saqlovli turibdi, ya'ni tenglik amali bajarilyapti. Biz maqsadimiz x ni topish. Tenglamalarda maqsad noma'lumni topish. Endi tasavvur qilinglar, men bu tomondan 1 kilogramlik toshni olib tashlasamda, bu tomondan ham bittasini olib tashlasam, nima bo'ladi? Hech nima bo'lmaydi. Muvozanat joyida qoladi. Nimaga? Chunki tenglikni pallani ikkala tomonidan ham bir xil miqdordagi narsa ayrildi. Hech nima o'zgarish bo'lmaydi. Xo'p, yaxshi, ikkinchisini ham olaylikchi. Nima bo'ladi? Hech nima bo'lmaydi. Uchinchisini ham olib tashlasakchi. Okay, hech nima bo'lmadi. Lekin nega olishimiz kerak? O'zi maqsad nima deydigan bo'lsak, mana bu noma'lum x'imiz bor-ku, o'shangacha yetib borishimiz kerak. Maqsadimiz shu. Mana bu 3 ta tosh bizga xalaqit berib turganda uni olib tashlashimiz kerak. Lekin prosta olib tashlay olmaymiz. Bu yoqdan olganimizda muvozanat buzilmasligi uchun bu yoqdan ham olishga majburmiz. Tushunarli? Demak, bu tomonda bitta x ni o'zi qoldi. Teng bo'lar ekan nechtaga? 2 taga. X teng 2. Tushunarli bo'ldimi? Ikkala tomondan ham bir xil miqdorda ayirdik, muvozanat buzilmasligi uchun. Muvozanat saqlanadigan holatda turibdi. Endi bu aslida qanaqa edi tenglama ko'rinishda deydigan bo'lsak, bu yoqda x edi, bu tomonda +3 bor edi, teng, bu tomon esa 5 edi. Buni qanaqa ishlardik? Odatda bizga o'rgatishgan mana +3 ni bu yoqqa minus qilib o'tkazamiz deyishgan. To'g'ri, xato emas. Aslida lekin u qayerdan kelib qolgan desak, mana bu yoqqa minus qilib 3 ni qayerdan olamiz desak, hozirgi tarozi qoidasi bo'yicha mana bu +3 imiz bor-ku, bizga xalaqit berayotganligi hisobiga -3 qilar ekanmiz. Nimaga? Chunki ikkalasi yo'q bo'lib ketadi keyin. +3 - 0 ga aylanib ketadi. -3 ni faqat bitta pallaga qilishimiz to'g'rimi? Ya'ni faqat bir tomonga qilishimiz to'g'rimi? Desak, yo'q deymiz. Bir tomonga qildikmi, muvozanatni ushlab turish uchun ikkala tomon, ikkinchi tomondan ham ayirishimiz kerak bo'ladi. Okay? Endi 3 lar qisqaradi. X teng 5 dan 3 ni ayiradigan bo'lsa 2. Nima farqi bor? Boya 3 ni prosta bu yoqqa minus qilib o'tkazib qo'yaversak bo'lardi-yu deydiganlar bor. Aytaylik, sizlarga berildi. X bo'lingan -2 teng 5. Nima qilamiz? X ni topish uchun 5 ko'paytirilgan nima? Mana -2 miz bu yoqqa tenglikni bu yoqqa o'tganda +2 bo'lib o'tadi-yu, to'g'rimi? X teng 10. Is it right? No. Hozirgi qoidani yaxshi tushunmagan o'quvchilar chalkashib qoladiki, mana -2 tenglikni bu yoqqa o'tyapti, +2 bo'lib o'tadi deb o'ylashadi. Yo'q, u faqatgina plus va minusdagina o'xshaydi. Agar men bu yerda x + 2 teng 5 yoki x - 2 teng 5 bo'lganda,
mana bu ikkala narsa tenglikni bu yog'iga o'tayotganda ishora teskarisiga almashardi. Faqat plus va minusdagina o'xshaydi. Bu yerda bo'luv bor. Bo'luv va ko'paytirishda esa o'xshamaydi. O'sha narsa chalkashtirmaslik uchun mohiyatni anglashimiz kerak. Aslida bu yerda nima bo'lyapti? Tarozi qoidasi bo'yicha mana bu -2 dan qutulishimiz kerak. Ya'ni x ni o'ziga yetib borishimiz uchun xalaqit berayotgan narsa bor. Tenglik bir tomonida x ni o'zi qolishi kerak-da. Maqsadimiz shu. Unga esa -2 xalaqit beryapti. Uni yo'qotishimiz kerak. Bu aslida kasr ko'rinishida yozaylik, soddaroq ko'rinadi. Teng 5. Bo'lish degani kasr degani. Xo'p, -2 dan qutulish uchun nima qilamiz desak, bu tomonni -2 ga ko'paytirishimiz kerak. Bir tomonni ko'paytirdik, ikkinchi tomon joyida qolaversa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Ikkinchi tomonni ham ko'paytirishimiz shart. Shunda -2 lar qisqarib ketadi. X teng -10 paydo bo'ladi. Bo'luvni bu yoqqa minus qilib o'tkazamiz desak ham to'g'ri, muammo emas. Mana bu plyusni prosta bu yoqqa minus qilib o'tkazamiz desangiz ham to'g'ri, xato demaymiz. Lekin mohiyatni tushunganlaring yaxshi, qiyinroq, chalkashroq masalalarda adashib qolmaslik uchun. O'zi men aytayotgan bilan hozirgi mana minus qilib o'tkazish, ko'paytiruv qilib o'tkazish degan narsa bir xil. Ikkalasi bir xil, faqat ikki xil aytilyapti xolos. Yo'nalish bir xil. Xo'p. Demak, endi xulosa chiqaramiz tarozi qoidasi bo'yicha. Tarozi muvozanatni saqlab turishligi uchun va x ga yetib borishimiz uchun qilinish kerak bo'lgan ishlar bor. Qilishimiz mumkin bo'lgan ishlar bor. Birinchisi, ikkala tomonga ham bir xil sonni qo'shib yuborishimiz mumkin. Muvozanat buzilmaydi. Ikkala tomondan ham bir xil sonni ayirib yuborishimiz ham mumkin. Muvozanat buzilmaydi. Ikkala tomonni bir xil songa ko'paytirishimiz va bo'lishimiz ham mumkin. Va oxirgi masala, bir xil darajaga ham oshirib yuborishimiz mumkin. Qandaydir son bor, uni misol uchun n-chi darajaga oshirsak, bu tomonni ham n-chi darajaga oshirishimiz mumkin. Ya'ni bir xil darajaga oshirish imkoniyatimiz bor. Muvozanat buzilmaydi. Okay? Bu tarozi qoidasi, agar keyinchalik darslarimizda tarozi qoidasi desam, darhol o'sha xayollaringga, mana shu narsa xayollaringga kelish kerak. Xo'p, ana endi bu qoidani mustahkamlash uchun misollarga o'tamiz. Birinchi misolimiz what value. Value degani qiymat. Hozirgina aytdimki, so'zlarni yodlab boring. Misol uchun value degan narsani o'rgandikmi? Shu mavzuda tugatganimizcha nechta value degan so'zni ko'ramiz? Necha martalab ko'ramizki, endi bu so'z bizga yod bo'lib ketadi. Qulay tarafi demak, o'sha joyda yozib ketib, yana takrorlaganimizdan keyin u yod bo'lib ketadi. Yozib, list qilib, value, qiymat deb yozib, uni yodlab yurishimiz shart emas. Mana bu kitobni o'ziga ustiga chizib yozib ketaveramiz. Okay? What value qanday qiymat, what qanday qiymat, of degani ning degani, x ning qanday qiymati, satisfy qanoatlantirmoq. Qanoatlantiradi. The equation tenglamani, mana shu tenglamani qanoatlantiradigan x ni topishimiz kerak ekan. Yaxshi. X plus 12 teng 5 berilgan bizga. Plus 12 bu yoqqa minus 12 bo'lib o'tadi. X teng minus 7. Tarozi qoidasi bo'yicha nima bo'ldi aslida bu yerda desak, ikkala tomondan ham 12 ni ayirib yubordik. Bu tomondagi 12 yo'q bo'lib ketdi. Bu tomonga esa minus 12 paydo bo'lib qoldi. Tushunarli bo'ldi. X teng minus 7. Oson. Keyingisiga o'taylikcha. If degan agar mana shu tenglik paydo bo'lsa, tengligimiz bor. What is the value of x minus 7 ni qiymatini toping debdi. Xo'p, tenglamani yechish uchun nima qilamiz? Qavs, mana bu 4 ni bu yoqqa bo'l o'qib o'tkazsak bo'lar ekan. Yoki qavsni ochib chiqib ishlasak bo'lar ekan. Aytaylik, qavsni ochaylik. 4x minus 28 teng bo'ladi 20 ga.
4x mana bu minus 28 ni bu yoqqa plyus qilib o'tkazamiz. 48 paydo bo'lib qoladi. Yoki ikkala tomonga ham 28 ni qo'shib yubordik deb tasavvur qilsalaring ham bo'ladi. Qisqarib ketadi-da, bu tomonda 20 ga 28 ni qo'shsak 48. X teng ikkala tomonni ham 4 ga bo'lib yuboramiz. Shunda 4 lar qisqaradi-da, natija 12. Xo'p, 12 degan javob bor ekan. To'g'rimi? Yo'q, agar sezgir o'quvchilar bo'lgan bo'lsa, sezgan bo'lish kerak. Mana bu x minus 7 so'ralgan bizdan, x emas. X minus 7 so'ralgan. Demak, 12 minus 7 qilib x o'rniga 12 ni olib borib ishlashimiz kerak edi. Natija 5 bo'ladi. Endi daho o'quvchilarimiz sezgan bo'lish kerakki, bu uslub xato. Uslubimiz xato. To'g'ri, yechimga yetib bordik. Ustoz to'g'ri yetsam bo'ldi-ku deb qo'yadigan o'quvchilarimiz bor. Yo'q, unaqa emas. To'g'ri yetsangiz bo'ldi emas. Matematik sifatida to'g'ri yo'nalish tanlay olishingiz ham kerak bo'ladi. Yo'nalish qanaqa bo'lgan bo'lardi? Savolda x so'ralmagan, x minus 7 so'ralgan. Ya'ni x ni topishga ehtiyojimiz yo'q. Uni topib, yana o'rniga olib borib qo'yishimiz shart emas. Chunki mana bu yerda ham x minus 7 bor, tayyorgina. Nima qilamiz desak, mana bu 4 dan qutulsak bo'ldi. Qanday qutulamiz? Ikkala tomonni ham 4 ga bo'lib yuboramiz. Shunda 4 bilan 4 qisqaradi. X minus 7 teng 5 paydo bo'ladi. Bo'ldi mana. 5 sekundda bajariladigan ish. Testda, haqiqiy imtihonga kirganda vaqtdan o'tish uchun qulay yo'llarni ko'ra olishingiz kerak. Matematikni, haqiqiy matematikligini ko'rsatadigan narsa qulay va sodda yo'llarni ko'ra olishligi. Tushunarli, ha? Uchinchisi, if agar mana shu tengligimiz bor, okay. What is the value of 5 minus x ning qiymatini toping debdi. Value degan so'z yana kelyapti, qiymat. Okay, xuddi tepadagi o'xshash. Mana bundan x ni topishga ehtiyojimiz bormi? Yo'q. Tepada 5 minus x bor, 5 minus x bor. Endi soddaroq qilib yozib olmoqchi bo'lsak, bunga belgilash kiritamiz. Belgilash kiritish qanaqa bo'ladi? Men bu narsani t deb belgilab turaman. Istalgan harf farqi yo'q. Xohlasangiz ismingizni bosh harfini yozib qo'ying. Xo'p, nima qilamiz? Bu yerda minus 2, o'rtada ko'paytiruv bor. 5 minus x ni o'rniga endi nimani olib kelib qo'yaman? Belgilagan narsamni t ni olib kelib qo'yaman. Minus 2t plus 10 teng bo'lar ekan 3. Men buni o'rniga yana o'sha narsani olib kelib qo'yaman. T minus 5. Bundan maqsad nima? Mana qarang. Qiyin, murakkab bo'lib ko'rinayotgan narsani soddaroq ko'rinishga keltirib oldik. Men bu yerda qavslarni ochib, boshqa qilib x ni topgandan ko'ra mana qulayroq yo'li shu. T ni topib qo'ysak bo'ldi. Xo'sh. Men bu minusni bu yoqqa o'tkazib yuborsak bo'ladi. Men bu minus 5 ni esa bu yoqqa o'tkazib yuborsak bo'ladi. Demak, bu yoqda minus 10 plus 10 qoldi. Minus 5 bu yoqqa plus 5 bo'lib o'tadi. Tenglik. Tenglikda o'ng tomonda 3t qoldi. Minus 2t esa bu yoqqa plus 2t bo'lib o'tdi. 15 teng bo'lar ekan 5t ga. 5 ko'paytiriladi, bu yoqqa bo'lib o'tdi yoki ikkala tomonni ham 5 ga bo'lib yuboramiz. Natija 3 teng ekan t ga. Ha, x ni topishga ehtiyoj bo'lmadi. Men bu t, demak 5 minus x so'ralgan edi, ya'ni t ni o'zini topib qo'ysa yetarli. Okay. Let's keep going. 4-inchisi, which equation qaysi degani, qaysi tenglama is equivalent. Equivalent degan teng to mana shu narsaga teng deyilibdi. Xo'sh, qoidamiz bor edi. Tenglikning ikkala tomonida bir xil narsa bo'lsa, uni qisqartirib yuborishimiz mumkin. Bu qanday bo'ladi? Aslida tarozi qoidasi bo'yicha ikkala tomondan ham x ayirib yuboriladi-da, keyin qisqarib ketadi. Bularni yo'q deb tasavvur qilsak bo'ladi endi, bo'ldi. Nimalar qoldi? 19x teng 2x plus 9 bo'lib qoldi. 2x ni esa bu yoqqa o'tkazib yuboramiz. 17x teng ekan 9 ga. Variantlarga qarasak, xuddi shu narsamiz bor. Javobimizda. Davom etamiz. 5-inchisi.
if agar mana bu narsa berilgan bo'lsa debdi. What's the value of x? X ning qiymati nima degan savol. Xo'sh, ikki xil ishlasak bo'ladi. Butterfly usuli, ya'ni kapalakcha usuli. Proporsiya deymiz. Buni bunga ko'paytirib qo'yib, tenglik qilib x ni topsak bo'ladi. Salgina ishimiz ko'payar ekan bunda. Yaxshiroq yo'l qanaqa desak, mahrajlarni bir xilga keltirib olishimiz yaxshiroq. Mana 2 bo'lsa, 4 bo'lsa, bu yerda 2. Ya'ni bir xilga keltirish uchun necha yetishmayapti desak, 2 yetishmayapti. Mahrajni 2 ga ko'paytirganim uchun suratni ham 2 ga ko'paytirishim kerak. Kasrlar qoidasi bor. Tenglik surat va mahrajni bir xil songa ko'paytirish va bo'lishimiz mumkin. Bu yerda 2 ga ko'paytirib oldik. Maqsadimiz mahrajlarni bir xilga keltirib olish edi. Yaxshi, 3x - 9 taqsim 4 teng bo'ladi. Qavslarni ochib chiqadigan bo'lsak, har biriga ko'payadi. Eslaringda, 2x - 6 taqsim 2 kere 2 4. Bundan maqsad nima edi? Ikkitadan bir xilni keltirib olishdan maqsadimiz ularni yo'q deb tasavvur qilamiz. Bo'ldi. 3x - 9 teng 2x - 6 paydo bo'lib qoladi. Nega yo'q deb tasavvur qilamiz ustoz deydigan bo'lsak, tarozi qoidasi bo'yicha tenglikni ikkala tomonidan ham bir xil songa ko'paytirishimiz mumkin. 4 ga ko'paytirib olamiz. Nega? Mana bu narsa qisqarish imkoniyati paydo bo'lishi uchun. Ya'ni 4lar bekordan bekorga yo'q bo'lib qolmas ekanda, uni aslida ikkala tomonni ham 4 ga ko'paytirish orqali yo'q qilar ekanmiz. Har safar bunaqa yozib yurish shart emas, lekin bo'ldi. 4larni yo'q deb tasavvur qilib ketaversak ham yetarli. Davom etib qo'yamiz. 2x imiz bu yoqqa minus bo'lib o'tadi. 3x - 2x teng bu tomonda -6 qoldi. Ishoralar bilan qoldiramiz. Esdan chiqmasin. Bu yerda 6. Ko'pchilik buni ayru 6 deydi-dagin oldini yozib qo'yadi. Yo'q, bu ishora 6 ga tegishli. Ayru 6 emas, bu -6. Ana endi -9 ni bu yoqqa o'tkazamiz. +9 qilib. Natija 3 ta x dan 2 ta x dan ayirib yuborsak bitta qoladi. Teng 3. Natija 3 ekan. Ana endi bu yo'l unchalik ham to'g'ri emas. Kelingchi yana bitta yo'lni ko'ramiz. E'tibor beradigan bo'lsak, mana bu ikkita narsadan 3 ni chiqarib yuborsak bo'ladi. 3 x - 3 qoladi ichkarida. Taqsim 4 teng x - 3 taqsim 2. Tenglikning ikkala tomonida bir xil narsa paydo bo'lib qolyapti. X - 3 degan narsa. Qani buni yana ham boshqacharoq ko'rinishda yozsak, qanaqa bo'lgan bo'lardi? X - 3 teng buni 1 taqsim 2 ko'paytirilgan x - 3 ko'rinishda yoza olsam bo'ladi. Ya'ni men buni 1 ko'paytirilgan qilib faqat suratga emas, men bu yoni tomoniga yozib qo'ydim xolos. Endi bu joyda ikkita bir xil narsa paydo bo'lib qoldi, x - 3 x - 3. Qoida bo'yicha nima edi? Ikkala tomonni ham qisqartirib yuborishimiz mumkin edi. Keyin oxirida natija 3 taqsim 4 teng 1 taqsim 2 degan narsa paydo bo'lib qolyapti. Bu ikkalasi tengmi? Yo'q, teng emas. Demak, no solution ekanda deb o'ylab qolish mumkin ko'pchilik. Lekin mana bu joyda ehtiyotkorroq bo'lamiz qisqartirayotganda. Nima bo'ladi bu yerda? Qisqartirgan narsamizni 0 ga tenglab qo'yishimiz kerak. Mana ikkita bir xil narsa bor. Qisqartirdik, xo'p. Lekin qisqartirdikmi, darhol x - 3 teng 0 qilib qo'yamiz. Nima uchun? Chunki bu ikkalasi 0 bo'lish imkoniyati bor. Agar 0 bo'lsa, istalgan sonni 0 ga ko'paytirsak, tenglikning chap tomonidan 0 paydo bo'ladi. Bu tomonda ham 0 bo'lsa, istalgan sonni 0 ga ko'paytirsak, o'ng tomonda ham 0 paydo bo'ladi. Demak x - 3 0 bo'lish imkoniyati bor degan. Unday bo'ladigan bo'lsa x teng 3. No solution deb qo'yishimiz xato bo'ladi. Tushunarlimi? Bunga yana bir keyinroq to'xtalamiz qisqartirayotganda, qisqartirish qoidalariga. 6-si between which values does x - 8 lie debdi. Between orasida, qaysi qiymatlar orasida x - 8 yotadi. Lie degani yotadi. Yozib olinglar bilmaganlar. Xuddi tepadagi uslub bo'yicha ishlaymiz. Qani, men bu 11 ni bunga ko'paytirib yurib x ni topadigan bo'lsak, ancha ishimiz cho'zilib ketadi.
Undan ko'ra nima qilamiz desak, x minus 8 larni qisqartirib yuboramiz ikkala tomonni ham. Shunda 1 taqsim 7, bu yerda x minus 8 bor, teng 1 taqsim 11, bu yerda x minus 8 bor. Ikkala tomonni qisqartirdik, lekin qisqartirganimiz evaziga nima deyman? X minus 8 teng 0 deb qo'yaman. Tepada aytdim nega ekanligini. 1 taqsim 7 bilan 1 taqsim 11 tengmi? Tengmas. Demak, bu yoqdan yechim izlashimiz shart emas. Faqat mana bu joyga qaraymiz xolos. Tomon kerak emas. X minus 8 teng 0 dedi. Bizdan ham x minus 8 so'ralgan. X ni topishga hojat yo'q. Qaysi oralikda yotadi? 0. Variantlarni ko'ramiz. Minus 9 bilan minus 7 ning orasida 0 bormi? Yo'q, xato. Minus 2 bilan 2 orasida-chi? Minus 2 bilan 2 ning orasida 0 bor. Qolgan variantlarni ham ko'radigan bo'lsak, hech qaysida 0 yo'q. 7-si solve debdi. Solve degani hisoblang. Bu ham ko'p ishlatiladigan so'z. Hisoblang. Mana shu narsani hisoblashimiz kerak ekan. 4 1 minus 3x. 1 minus 3x ni topishimiz kerak ekan. X emas. Okay, tepada shunga o'xshash savol ishladik. Mana bu yerda 1 minus 3x bor, 1 minus 3x bor. Hamma bir xil narsalarni nima qilamiz? Belgilashga kiritib olamiz. Bu safar b deylik. 8 plus 1 minus 3x o'rniga b ni qo'yamiz. b taqsim 2 teng. Bu yerda demak minus 2, 1 minus 3x o'rniga yana b ni olib qo'yamiz. Taqsim 3. Bu yog'igacha ustoz desalaring, kasrlarda qiynaladigan o'quvchilar to'xtatib turinglarda, darhol kasrlarni o'rganib chiqinglar. Chunki SATga kirishdan oldin hech bo'lmaganda kasrlarni mukammal bilishimiz kerak. Agar kasrlarda qiynalsalaring, to'xtab qaytadan o'rganib chiqamiz. Okay, bu joyda nima qilamiz? 2 bor, 3 bor umumiy makhraj berib yuboramiz yoki tenglikni ikkala tomonini ham 6 ga ko'paytirib yuboramiz. Tarozi qoidasi bo'yicha 6 ga ko'paytirib yubordim. Qavsga olish ham esdan chiqmasin. Agar qavs bo'lmasa, mana faqat 6 ga ko'paytirib, faqat 8 ga ko'paytirgan bo'lamiz o 6 ni. Bizga esa tenglikni to'liq chap tomoni 6 ga ko'payish kerak, to'liq o'ng tomoni 6 ga ko'paytirish kerak. Tushunarli? Yani tarozi qoidasini xato ishlatib qo'ymanglar-da. Nega aynan 6 ga ko'paytirdik ustoz? Chunki 6 bilan 2 qisqarish imkoniyati bor. 3 bilan 6 ni qisqartirish imkoniyati bor. Uni qayerdan bildik? Chunki 2 bilan 3 ga umumiy makhraj 6 bo'lgan bo'lardi. Yaxshi, qavsdan ochib chiqamiz. 6 kere 8 48 plus 6 bilan 2 qisqaradida 3 paydo bo'ladi. 3 ni b ga ko'paytiramiz. 3b teng 3 bilan 6 qisqaradida bu yerda 2 paydo bo'ladi. 2 ni minus 2 ga ko'paytirsak minus 4b bo'ladi. Xo'p, 48 teng minus 4b minus 3b. Bu plusimiz bu yoqqa minus bo'lib o'tdi. 48 teng ekan minus 7b ga. Endi ikkala tomonni ham minus 7 ga bo'lib yuboramiz. Shunda b teng bo'lar ekan mana shu narsaga. Mana bu tomonda b ni o'zi qoldi. 48 taqsim minus 7. Minus istalgan joyda bo'lishi mumkin. Bu yerda yo tepaga ko'chirib qo'ysak ham farqi yo'q kasrlarda. Tushunarli bo'ldi? 8-si what is value of, yana bizdan x so'ralmagan, 7 minus x so'ralgan. Tepada ham bor bunaqa narsalar. Demak, uni belgilashga kiritib olamiz. 12 minus 5t taqsim 2 teng ekan minus 8t taqsim 3 ga. Nechaga ko'paytirib olsak bo'ladi ikkala tomonni ham? Kasrlardan qutulishimiz kerak-da. Kasrlar ko'pincha bizga xalaqit beradi. Xo'p, 6 ga ko'paytirib yuborsak bo'ladi. Nega? Chunki 2 bilan 3 ning umumiy makhraji 6 bo'lardi. Xo'p, qavsdan ochib chiqadigan bo'lsak 72 minus 6 bilan 2 qisqaradida bu yerda 3 paydo bo'ladi. 3 ni 5 ga ko'paytirsak 15t teng 3 bilan 6 yana qisqaradida 2, 2 ni minus 8 ga ko'paytirsak minus 16t.
Minus 15 tani bu yoqqa o'tkazamiz. Bu yoqda 72 ni o'zi qoldi. Tenglikning chap tomonida teng minus 16t plus 15t. Minus 16 plus 15 bizga minus 1 ni beradi. Demak, buni soddaroq qilib minus t deb yozib ketaveraman. Ana endi bizga t ni topishimiz kerak edi. Biz minus t ni topib qo'ydik. Nima qilamiz desak, minus ishorani bu yoqqa shunchaki ko'chirib qo'yamiz. Bu qanday bo'ldi? Ikkala tomonni ham tarozi qoidasi bo'yicha minus 1 ga ko'paytirib yubordik. Tarozi qoidasi ishlayapti bu yerda ham. Nega minus 1? Chunki mana bu minus bilan bu minus bir-birini yeb tashlash kerak-da ko'paytirganimizda. Ikkita minus plus bo'lib ketadi. Bu yoqda esa 72 ni minus 1 ga ko'paytirganimizda minus 72 paydo bo'lib qoladi. O'shandan kelib chiqdi ekan. Demak, natija minus 72. 9-si find all positive solutions. Ana endi modulli tenglamalarga keldik. Xo'p. Modulli tenglamalarga ham to'xtalamiz. Aytaylik, bizda berildi. X plus 5 teng 7. Bir tomondan modul, ikkinchi tomonda 7. Modullarning qoidasi bo'yicha ichkaridagi istalgan son bu yoqqa musbat bo'lib chiqadi. Mana bu narsa x plus 5 imiz 7 ga teng bo'lishi mumkin. Tashqariga baribir 7 bo'lib chiqadi. Va xuddi shunday x plus 5 imiz minus 7 bo'lishi mumkin. Mana bu modulning hisobiga tashqariga chiqayotganda 7 bo'lib chiqadi. Demak, sezamizki, ikki xil qiymatga ega bo'lishi mumkin. X plus 5 imiz 7 ga teng bo'lishi mumkin. X plus 5 imiz minus 7 ga ham teng bo'lishi mumkin. Ikkita holat. Tushunarli? Kim tushunmadi? Mana yana qaytaraman. Bu demak 7 bo'lishi mumkin, moduldan 7 chiqadi. Minus 7 bo'lish imkoniyati ham bor, moduldan baribir 7 chiqadi. Endi ikkalasini alohida ishlaymiz. X teng bo'ladi. Plus 5 ni bu yoqqa minus qilamiz, 2 ga teng. X teng bo'ladi. Buni minus qilib o'tkazsak, minus 12 ga teng. Ikkita yechimga ega ekan. Bu demak moduldan tashqarida musbat son bo'lsagina shunaqa usulda ishlaymiz. Bu birinchi holati. Ikkita yechimi bor. Ikkita yechim. Ana endi ikkinchi holatni ko'rib chiqamiz. Xuddi shu savol x plus 5 teng 0 bo'lsa-chi? Hozirgi tepadagi aytgan narsam bo'yicha ikki xil holatda yozib oladigan bo'lsa x plus 5 teng 0, x plus 5 teng minus 0 degan narsa bo'lyapti. Bu mantiqsizlik-ku. 0 ni yonida ishora bo'lmaydi-yu. Mana bu minus hech qanday ahamiyatga ega emas, baribir 0 bo'lib qolaveradi. Demak, bu holatda bitta yechimi bor ekan deb hisoblaymiz. X teng minus 5. Yaxshi, qoida modul tashqarisi 0 bo'lsa, bitta yechim bo'lar ekan. Uchinchi holati ham bor. Modul tashqarisida manfiy son bo'lsin. Aytaylik minus 4 bo'lsin. Buni ishlashga ham hojat yo'q. Yozmang, yozsangiz adashib qolasiz. X nechadir degan yechimga yetib borasiz. Yozishdan oldin o'ylang. Baraka topkur, modul bo'lsa, moduldan tashqariga qanday qilib minus 4 chiqishi mumkin? Modulda istalgan son plus bo'lib ketish kerak-ku deb ozgina o'ylab olishimiz kerak. O'shaning uchun bu ishlamasdan aytamizki, bo'sh to'plam deymiz. Qoida modul tashqarisida manfiy son bo'lsa, no solution. 0 ta yechimga ega bo'ladi. Okay? Esdan chiqmasin. Endi misollar orqali mustahkamlaymiz. Modulli savollarda iloji boricha tenglikning bir tomonida modulli ifoda qolsin, qolgan narsalarni ikkinchi tomonga o'tkazib yuborishga harakat qiling. Maksimalni o'sha narsaga erishishimiz kerak. Misol uchun modul bor, minus 9 bor, modulni o'zi qolsin, minus 9 xalaqit beryapti, uni bu yoqqa o'tkazib olaylik. Demak, 16 minus x teng bo'lar ekan, minus 9 bu yoqqa plus 9 bo'lib o'tadi. Demak, tenglikdan tashqarida musbat sonmi? Ikkita yechimga ega. Birinchi holati 16 minus x ni 9 ga teng deb ishlayman.
Ikkinchi holati 16 minus x ni minus 9 ga teng deb ishlayman. Natija bo'lar ekan x teng hop necha 7 bo'lar ekan. X birinchisi x2 esa minus 25 bo'lar ekan. Bizda C javob to'g'ri. Mana buni tushunmay qolganlar uchun qulayroq yo'li nima? Aslida 16 dan 9 ni ayirib qo'ysak yetarli. Lekin shu xayolga kelmay qolsa, minus x ni bu yoqqa o'tkazib yuboramiz. 9 ni esa bu yoqqa o'tkazib yuboramiz. Shunda 16 plus 9 minus 9 bo'lib o'tadi. Tenglik minus x bu yoqqa plus x bo'lib o'tadi. Demak x imiz 7 ga teng ekan. Bunisi ham xuddi shu holat. 10-savolimiz. How many solutions does the equation? Mana shu tenglamamiz nechta debdi. How many degani nechta? Solution degani yechim. Nechta yechimga ega mana shu tenglamamiz? Have degani bor yoki ega. Nechta yechimi bor? Tenglamani yechishga hojat yo'q. X ni topib vaqtimizni sarflamaymiz, chunki savolda x ni toping deb so'ramagan, nechta yechimi bor deb so'ragan. Boya aytgan qoidamiz bo'yicha tenglikdan tashqarida musbat son-ku. Demak, bo'ldi. Ikkita yechimga ega ekan deb ketaveramiz. Ishlash shart emas. Tushunarli? Xohlasangiz mustahkamlash uchun ishlab qo'ying mana bu yerga. 11-si determine degani aniqlang degani. Aniqlamoq. Aniqlang the sum degani yig'indi. Of solutions. Of deganining yechimlarning yig'indisini aniqlang. Demak, mana shu narsa berilgan, yechimlarni topamizda aniqlaymiz. Hozirgi uslub bo'yicha ikkita qismga ajratib olaman. 7x minus 28 teng 42. Ikkinchisi 7x minus 28 teng minus 42. Ishlaymiz. 7x teng bo'lar ekan. Plus qilib o'tkazadigan bo'lsak 70, x teng bo'lar ekan 10. Bu birinchi yechimimiz. Ikkinchi yechim 7x teng bo'ladi. Buni plus qilib o'tkazsak minus 14 bo'lsa kerak. X teng bo'ladi. 7 ni bu yoqqa bo'lib o'tkazamiz minus 2. Ikkita yechim bor. Bizda esa ularning yig'indisi so'ralgan. Qo'shib yuboradigan bo'lsak 8 chiqadi. Tushunarli bo'ldi. Endi maydalashib yozmayapman. Uje allaqachon qolipga tushib bo'ldik. Mana 7 bo'lingan 70 bo'lingan 7 qilib, buni 42 plus 28 qilib yozib bermay, birdaniga yozib ketyapman. Tushunyapsizlar degan umiddamiz. 12-si solve the equation. Solve degani hisoblang, tenglamani hisoblang. What are all solutions? Hamma yechimlari to the given equation. Berilgan, given degani berilgan. Berilgan tenglamaning hamma yechimlari nima deb. 2025-yil haqiqiy imtihonda shu savol tushgan ekan. Mana bizga yozib ko'rsatib qo'yishibdi. Yaxshi, ko'raylikchi. Aytdimki, modul qatnashgan ifoda tenglikda bir tomonda qolsin, qolganlarini ikkinchi tomonga o'tkazib yuboraylik dedim. Birinchi minus 8 ni bu yoqqa o'tkazib yuboramiz. Plus 8 ni bu yoqqa minus qilib o'tkazamiz. Lekin ba'zilar chalib qoladi. Birinchi 2 ni yo'qotishga harakat qiladi. Mana minus 2 ni bu yoqqa bo'lib qilib o'tkazib yoki polностью minus 2 bo'lganimizda to'g'ri bo'lgan bo'lardi aslida. Mana to'liq minus 2 qilsak to'g'ri, lekin ular adashib faqat minus 2 ni bu yoqqa bo'lib qilib minus 3, ya'ni 8 ga bo'lishni unutib qo'yishadi. O'sha xato. Bu xatodan qutulish uchun, demak, birinchi navbatda plus 8 ni o'tkazib olganimiz yaxshiroq. Shunda paydo bo'ladi minus 2 3x plus 7 teng bo'lar ekan minus 14 ga. Endi bundan qutulsak bo'ladi. Bu yerda ko'paytiruv bor edi, minus bo'lib o'tadi. Ya'ni ikkala tomonni ham minus 2 ga bo'lib yuboramiz. Natijada modul ichida 3x plus 7 teng bo'ladi 7 ga. Ana endi yana ikkita qismga bo'linar ekan. 3x plus 7 teng 7.
ikkinchisi 3x plus 7 teng minus 7 holatlari. Yaxshi, ikkala tomondan ham 7 lar qisqardi. Ya'ni 3x teng 0 paydo bo'ldi. X teng 3 bu yoqqa bo'lib o'tsa, 0 ni istalgan songa bo'lsak, baribir 0 chiqadi. Bu tomonda 3x teng minus 14 plus 7 bu yoqqa minus bo'lib o'tdi. X teng 3 ni bo'lib o'qib o'tqazsak, minus 14 taqsim 3 ekan. Bizga qaysi javob? C. Keyingi savolga o'tamiz. The equation tenglama, mana shu tenglama has exactly one solution. Exactly degani nima desak bo'ladi? Aniq deylik. Aniq bitta yechimga ega. Ya'ni mana shu tenglama aytaylik bitta yechimga ega deganda edi. Misol uchun ikkita yechimga ega bo'lgan shartlarini ham yoki cheksiz ko'p yechimga ega bo'lgan shartlarini ham to'g'ri qilib ketib qolishimiz mumkin-da. Exactly degan so'z faqat bitta yechimga ega bo'lgan holatlarini ko'r degan. Aniq faqat desak ham bo'ladi. Faqat. Xo'sh, bitta yechimga ega bo'lish sharti nima edi? Eslab olaylik. Modulli tenglamalarda bizda 6x minus 7 teng k berilgan. Birinchi qiladigan ishimiz modulni o'zi qolsin, qolgan narsalarni yo'qotaylik. Mana ko'paytirib 6 ni birinchi bu yoqqa o'tkazib yuboramiz. X minus 7 teng k taqsim 6 paydo bo'lib qoldi. Savolda ham o'zi k taqsim 6 so'ralgan ekan. Xo'p, bitta yechimga ega bo'lish uchun nima edi qoida? X minus 7 teng 0 bo'lish kerak. Chunki 0 ning plusligi va minusligi bitta narsa, ahamiyatga ega emas. Demak, 0 paydo bo'lsagina bitta yechimga ega bo'ladi. Ha, demak k taqsim 6 0 ga teng bo'lishi kerak ekanda. Okay? C javob. 14-si, what is the largest solution? Largest degan eng katta degan. Berilgan tenglamadan eng katta yechimni toping. Xo'sh, ikkala tomonda ham modul bo'lsa-chi, ustoz, nima qilamiz deydigan bo'lsak, eng yaxshi yo'l ikkala tomonni ham kvadratga oshirib yuborish. Nega unaqa qilamiz desak, misol uchun modul ichida minus 2 bo'lganda natija nima chiqqan bo'lardi? 2 chiqqan bo'lardi. Buni bilamiz. Endi kvadratga oshirish nima bo'ladi? 2 ga kvadratga oshirdik. Minus 2 ning kvadrati necha? 4. 2 ning kvadrati necha? 4. Ya'ni kvadratga oshirishdan maqsad mana bu minusdan qutulish. Ya'ni minus istalgan minus sonni ham kvadrat plus chiqadi-yu. Maqsadimiz shu edi, ikkala tomonni ham 4 ga tenglab olish. Ya'ni moduldan qutuldik va minus ishorani ham hal qildik muammoni. Xuddi shunday bu yerda ham kvadratga oshirib yubordik. Endi ochib chiqaylikchi. 5 ya'ni 25x kvadrat minusdan 10x plus 100 teng x kvadrat plus 4x plus 4. Hammasini bir tomonga o'tkazib olaylik. 25x kvadrat, bu yerda x kvadrat minus bo'lib o'tadi-da, 24x kvadrat minus plus 4 ikimiz bu yoqqa minus bo'lib o'tadi, minus 14x plus 4 imiz bu yoqqa minus bo'lib o'tadi, plus 96 teng 0. Mana bu yerda xatolik ketdi, adashmasam bu 100x bo'lish kerak edi. Demak, 4 ni bu yoqqa o'tkazganimizda minus 104x paydo bo'lishi kerak. Ana endi to'g'ri. Xo'p, nechaga qisqartirib soddalashtirib olsak bo'ladi? 8 ga bo'lib olsak bo'lar ekan, hammasini. 8 ga, bu tomonni ham 8 ga bo'lamiz. Buni yozish shart emas, chunki 0 ni istalgan songa bo'lsak, baribir 8. 24 ni 8 ga bo'lamiz, 3x kvadrat. 104 ni 8 ga bo'lamiz, minus 13x plus 12 teng 0. To'g'rimi? Xo'p, bu yog'igacha nima qilamiz deydigan bo'lsak, kvadrat tenglamalar mavzusini hali o'tmadik. O'shaning uchun variantlardan borib qo'yganimiz yaxshi.
eng katta bu yerda variantlar ichida eng kattasi qaysi? Chunki savolda largest so'ralganda eng kattasi 3. 3ni borib qo'yaylikchi, necha chiqar ekan? 27 minus 39 plus 12. Ha, 0 chiqar ekan. Bo'ldi. Bu javob to'g'ri. Ishlanish yo'lini ham mayli ko'rsatib ketaman. Diskriminant bo'yicha 13 ning kvadratidan ayiramiz. 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 12, ya'ni 12 ning kvadrati ekan. Bu bizga 25 ni beradi. Xo'p, 25 dan ildizdan 5 chiqadi. Tenglama ildizlarimiz demak x1 bilan x2 teng bo'lar ekan 13 plus minus 5 taqsim 6 ga. Tushunmayotgan bo'lsalaring, it's okay. Bu mavzuni hali o'tamiz. Ya'ni kvadrat tenglamalar mavzusida 13 ga 5 ni qo'shganimizda 18, 18 dan 6 ni bo'lamiz 3. Ikkinchi yechimi 8 taqsim 3 ni ikkinchi yechim shart emas. Bizga eng kattasi degan-ku. Demak faqat plyusligini olamiz. Tamam. 25-savol. How many solutions does nechta yechimi bor does mana shu tenglamaning have? Tenglamani ishlamasdan turib nechta yechim borligini aniqlashimiz kerak. Xo'sh, qaranglar. 2x minus 3 teng 2x ga. 2x lar qisqarib ketadi qoida bo'yicha. Ya'ni ikkala tomondan ham 2x ni ayirib yuboramizda. Natijada bu tomonda minus 3 paydo bo'ladi. Minus 3 teng. Bu tomonda esa qisqaradidagi 0 paydo bo'ladi. Minus 3 bilan 0 bir-biriga tengmi? Yo'q, teng bo'la olmaydi hech qachon. O'shaning uchun 0 deymiz. Yechimga ega emas deymiz. O'zi mantiqan o'ylab qarasak ham qaranglar. 2x bor, qandaydir son, undan 3 ni ayiramizdagin, yana o'sha songa teng qilib qo'yamiz. Bo'lish mumkinmi? Misol uchun 10 dan 3 ni ayirib teng 10 qilib qo'yishimiz mumkinmi? Ana 2x nechi bo'lgan taqdirda ham farqi yo'q. Nechi bo'lsa ham undan 3 ni ayirsak-da yana o'sha songa teng deb qo'yamizda. Bu mantiqsizlik. Bu ya'ni bo'lish mumkin emas. X ga istalgan son qo'ysak ham to'g'ri javobni bera olmaydi. Tushunarli? Endi tenglamalarni yechimga ega bo'lish shartlarini ko'rib chiqamiz. Qachon yechimga ega bo'ladi o'zi yoki yechimga ega bo'lmaydi yoki cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Birinchisi yechimga ega bo'lish shartini ko'ramiz. Xo'p. Aytaylik 4x plus 5 teng 3x berildi. Mayli, 3x minus 7 ham bo'lsin, mayli. Yechimga egami yo'qmi? Tenglamani ishlamasdan turib topa olamanmi desak, ha, topsa bo'ladi. Tenglamani yechmasdan, x ni topmasdan yechimi bormi yo'qmi aniqlasak bo'ladi. Uning uchun faqatgina x ni yonidagi koeffitsiyentga e'tibor bersak bo'ldi. Ham ikkalasi 2 xilmi? Ikkalasi 2 xil. Bo'ldi deyman, yechimi bor ekan deyman. Ishlashim shart emas. Hop, ishlab ko'rsatadigan bo'lsak 4x, bu x bu yoqqa minus 3x bo'lib o'tadi. Teng, bu tomonda minus 7 plus 5 bu yoqqa minus 5 bo'lib o'tadi. 4 ta x dan 3 ta x ni ayirib yuborsak bitta x qoladi. Natija minus 12 ekan. Ha, x yechimi bor ekan-a? X ni topa oldik. Xo'p, lekin ishlamasdan ham topsak bo'ladi-da buni. Ya'ni nechta yechimga ega, savolda nechta yechimga ega deb so'rasa, ishlamasdan topamizki, demak, mana bu ikkita narsa 2 xil bo'lsa, bo'ldi, yechimi bor ekan deb ketaveramiz. Yechimi bor. Xo'sh, ikkinchi holat. Ikkinchi holatimiz nimadirlar bo'lib ketdi. Ikkinchi holatimizni ko'rib chiqamiz. 4x plus 5 teng 4x minus 7 bo'lsin. Xuddi shu narsa. Nima farqni sezamiz desak, mana bu yerda 4x 4 bor, bunisida ham 4 bor. Ha, ikkalasi yo'q bo'lib ketadi, ya'ni x dan qutulib qolamiz, ya'ni x yo'q bo'lib ketadi. Mana ikkala tomon qisqarib ketadi-da. 5 teng minus 7 paydo bo'lib qolar ekan. 5 minus 7 ga tengmi desak, yo'q, teng emas deymiz keyin. Bu no solution ni beradi. Yechimi yo'q.
Demak, qanday aniqladik? Faqat x ni yonidagi songa qarab aniqlab qo'ydik. Tamom. X yonidagi sonlar bir xil, lekin qolganlari bir xil emas. Mana ikkalasi bir xil emasmi? Bo'ldi, yechimi yo'q hisoblanadi. Xo'p, lekin har doim sizlarga bunaqa soddagina berib qo'ymaydi-da. Ba'zida murakkab bo'ladi. Murakkab tenglamalarni ishlab borganimiz yaxshi. Mana buni ishlanishi qanaqa bo'lgan bo'lardi? Bu yerda 4x bor. Mana bu 4x ni bu yoqqa minus qilib o'tkazamiz. Minus 4x teng. Bu yoqda minus 7 qoldi. Plus 5 bu yoqqa minus 5 bo'lib o'tadi. 4 ta x dan 4x ni ayirsak 0 paydo bo'lib qoladi. X nechi bo'lganini farqi yo'q. Baribir natija 0 teng minus 12. 0 bilan minus 12 tengmi deymiz oxirida. Yo'q, yo'q, yo'q. Demak, yechimi ham yo'q. Tushunarli? Oxirida 0 teng nimadir paydo bo'lib qoladigan holat bo'lsa, unda yechimi yo'q deb ketaveramiz. Uchinchi holati-chi, ustoz? Uchinchi holati xuddi shu tenglama 4x plus 5 teng 4x plus 5. Ikkala tomon bir xil bo'lib qoldi. Ha, demak, cheksiz ko'p yechimiga ega bo'lish uchun tenglikning ikkala tomoni bir xil bo'lishi kerak. Birga bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni birinchi x yonidagilarga e'tibor beramiz. Ikkalasi bir xil. Ikkalasi bir xil. Va undan tashqaridagi sonlar ham bir xil. Bu degani x o'rniga istalgan son qo'ysak ham natija bir xil chiqadi degan. To'g'ri, misol uchun qandaydir songa 5 ni qo'shyapsiz? Teng, xuddi o'sha songa 5 ni qo'shyapsiz. Ikkalasi albatta teng bo'ladi-da. Xo'p, ishlanish yo'li qanaqa bo'ladi desak, xuddi tepadagiga o'xshab 4x minus 4x teng 5, mana plus 5 bu yoqqa minus 5 bo'lib o'tadi. 4x dan 4x ni ayirsak 0, 5 dan 5 ni ayirsak 0. 0 teng 0 paydo bo'lib qoldimi? Demak, u cheksiz ko'p yechimga ega bo'lar ekan. Shu 3 ta shartni yodlab olinglar mukammal tarzda. Yechimga ega bo'lish uchun x lar yonidagi koeffitsiyentlar 2 xil bo'lsin. Yechimga ega bo'lmaslik uchun koeffitsiyentlar bir xil bo'lsin-u, tashqaridagilar bir xil bo'lmasin. Cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish uchun koeffitsiyentlar bir xil bo'lsin va tashqaridagilar ham bir xil bo'lsin. Tushunarli? 3 ta shartimiz. Yaxshi, ana endi hop misolga qaytamiz. 15 tugadi. 16-savol. Which equation has no solution? No solution debdi savolimizda. Eslab olamiz. No solution bo'lishi uchun nima edi? X lari bir xil bo'lsin, ya'ni x yonidagi koeffitsiyentlar bir xil bo'lsin, qolgan narsalar bir xil bo'lmasin. Hamma variantlarni tekshirib chiqaman mana. Bu tomonda qavsni ochadigan bo'lsak, 9 kare 7 63x plus 9 kare 4 36. X yonidagi koeffitsiyentlar bir xil. 36 bilan 36 ham bir xil bo'lib qoldi. Bu cheksiz ko'p yechimga ega bo'lib qoldi. Ya'ni x yonidagilar ham bir xil, undan tashqaridagilar ham bir xil bo'lsa, cheksiz ko'p yechimga ega bo'lar edi. Demak, xato. Bizga no solution kerak, a? B ni ko'ramiz. 63x 7x. Bir xilmi ikkalasi? Yo'q, buni yechimi bor. Yechimi bor deymiz. Uni demak, ishlab o'tirishimiz ham shart emas-da. Bu variantimiz ham chiqib ketadi. Keyingisida ham qavsni ochamiz. 9 kare 7 63x plus 9 16 ga ko'paytirsak 144 mi? Shunaqa, xullas. 63x larimiz bir xil va undan tashqaridagilarimiz esa 2 xil va bu bizga bo'sh to'plamni shartini beradi. Aynan bizga kerakli narsa. Javob. Ya'ni ikkala tomondan 63x lar qisqarib ketadi-da, 360 teng 144 degan narsa paydo bo'lib qoladi. Tengmi ikkalasi? Yo'q, teng emas. Bo'ldi. Bizga kerakli narsa shu. D variantini ko'rib qo'yaylik. 63x bu yerda minus 63x. Sizlarni chalg'itish uchun berilgan. Bu yechimga ega. Bittada aytsam bo'ladi. Nimaga? Chunki bu yerda 63, bu yerda minus 63. Ikkalasi 2 xil son. Faqat minus ishora bilan farq qilyapti-yu, demak bu yechimga ega bo'lmaydi yo cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi deb chalib qolmanglar. Bu mana 2 xilmi? Ishoralar 2 xil. Bo'ldi, bu yechimga ega. Okay? 17 ga o'tamiz. For what value of r
rning qanday qiymatlari uchun deyapti. Does have no solution. Mana shu tenglamamiz have no solution bo'lsin deb, yechimga ega bo'lmasin, bo'sh to'plam bo'lib qolsin. Yaxshi. Yaxshi savol. -15x plus 45rx teng ekan 225 ga. Biz uchun no solution kerak. No solution bo'lish uchun x yo'q bo'lib ketishi kerak. Tenglamamizni yechayotganimizda x umuman yo'q bo'lib qolsin. Qanday yo'q qilib yuborsak bo'ladi? Mana bu yerda x larni qavsini tashqariga chiqaraylik. -15 plus 45r qavsini tashqarida x. Nima qildim? Hozir ikkalasida ham x bor, uni bitta qilib chiqarib yubordim. Teng ekan 225 ga. Xo'p, ko'paytirib x bor. X dan qutulmoqchiman. X yo'q bo'lsin demoqchiman. Qanday qilamiz? Mana bu narsa 0 qilib yuboramiz. Mana bu narsa 0 ga teng bo'lsa, x ni istalgan songa ko'paytirsa, baribir 0 ni istalgan songa ko'paytirsa, baribir 0 chiqadi-yu. Demak, x yo'q bo'lib ketadimi? X 0 ga aylanib ketadimi? Maqsadimiz shumi? Bo'ldi. Demak, mana bu narsani 0 ga teng deb ishlatganmiz. 45 plus 45r teng 0. 45r mana -15 ni bu yoqqa o'tkazamiz. Plus 15 bo'lib o'tadi. R teng ekan 15 taqsim 45 ga. Teng qisqartirib yuborsak 1 taqsim 3. Bizda B javob. Tushunarli bo'ldi? Kelinglar, shuni sal yana boshqacharoq usulda ishlab ko'ramiz. Qancha ko'p uslub ko'rsalaring, miyalaring shuncha ochilib boraveradi. Xo'p, 45rx shuni o'zini qoldiraman-da, teng bu -15 ni bu yoqqa o'tkazib yuboraman. 15x plus 225. Bizga tanish holatga keldi. Ya'ni ikkala tomonda ham x bor. Ikkala tomondagi x lar bir xil bo'lish kerak va qolgan narsalar bir xil bo'lmasligi kerak. Bu yerda qolgan narsa 225, bu yerda qolgan narsa plus 0 bor. Faqat bizga ko'rinmayapti. Bilamizki 0 bilan 225 teng emas. Demak, bu mana bu x larni tenglab qo'ysak bo'ldi. Ya'ni 45rx teng 15x. X larni yozib yurishimiz shart emas, baribir qisqarib ketadi. R ni topadigan bo'lsak 15 taqsim 45. Ko'rlaring-a? 18. For what value of p, p ning qaysi qiymati uchun, qanday qiymati uchun does the equation, mana shu tenglamamiz have no solution, yana no solution bo'lish kerak ekan. No solution bo'lish sharti. Qaranglar, bu yerda nima qilsak bo'ladi? Butterfly usuli bo'yicha ishlar ekanmiz. Ya'ni buning suratini buning mahrajiga ko'paytiramiz. Teng buning suratini buning mahrajiga ko'paytiramiz. Tushunarli bo'ldi-mi? Butterfly usuli. Mana bu ikkalasi ko'paydi, tenglik va bu ikkalasi ko'paydi. Qavsni ochib chiqadigan bo'lsak, 16px minus 16 teng 3 kare 2 6x plus 3p paydo bo'lib qoldi. No solution sharti nima edi? Xo'p, mana buni yonidagi koeffitsiyentlar bir xil bo'lib qolsin. Mana bu ikkalasi ikki xil bo'lib qolsin. Mayli, p borligi uchun unga hozircha e'tibor bermaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz mana bu x larni bir xilga keltirib olishimiz kerak-da. Demak, 16p teng 6 qilib ishlasak bo'ladimi? Shuni ikkala tomon bir xil bo'lib qoladi. P teng 6 taqsim 16 qisqartirib qo'ysak 3 taqsim 8 bo'lar ekan. 3 taqsim 8 ni p o'rniga olib borib qo'ysalaring -16 chiqmaydi. Agar -16 ga teng bo'lib qolsa, u cheksiz ko'p yechimga ega bo'lib qoladi. Tekshirib ko'ramiz, mayli. Mana bu narsani demak 3 ko'paytirilgan 3 taqsim 8 deb yozib oldik. Bu 9 taqsim 8 bo'ladi. -16 bilan 9 taqsim 8 tengmi? Yo'q, teng emas. Endi bu oxirgacha ishlamasdan shunchaki mantiqan o'ylab yechimga yetib borish usuli.
haqiqiy ishlaydigan bo'lsak, oxirigacha ishlaydigan bo'lsak nima bo'ladi? 16px minus 16 teng 6x plus p. 3p. X larni bir tomonga o'tkazamiz. 16px minus 6x teng 3p plus 16. Xo'sh, qoida bo'yicha mayli x larni ham qavsdan tashqariga chiqarib yozsak bo'ladi. 16p minus 6x teng 3p plus 16. Qoida bo'yicha 0 teng nimadir son chiqib qolishi kerak mana bu yerda. Va ikkalasi teng emas bo'ladi ekan oxiri. Demak, mana bu tomon 0 paydo bo'lishi kerak, bu yerda esa nimadir boshqa son paydo bo'lishi kerak. 0 paydo bo'lish uchun esa boya aytganimdek, mana bu kasrimizni uchun qavsimizni uchun 0 ga teng bo'lishi kerak. 16p minus 6 ni 0 ga teng deb ishlab qo'yamiz. 16p teng 6, p teng 6 taqsim 16. Haqiqiy uzun ishlaydigan bo'lsak, mana shunaqa usulda ishlaymiz. 19-savol 2025-yilda tushgan ekan. In the given equation, given degani berilgan tenglamada k and va n are constants. O'zgarmas qiymat, bilamiz buni. Konstant ekan, k bilan n, ya'ni qandaydir son. N birdan katta debdi. Odatda ko'p ma'no bildirmaydi bu narsa. Ko'p masalalarda shunchaki chalg'itish uchun berilgan bo'ladi. Ba'zida kerak bo'lib qolishi ham mumkin. The equation has no solution. Yechimga ega bo'lmasin ekan. What is the value of k? K ni qiymatini toping. Yechimga ega bo'lmaslik kerak. Yaxshi, qavsni ochib chiqamiz. 5kx minus 5 times n teng minus 65 taqsim 14x minus 85 taqsim 18. No solution sharti nima? X larimiz bir xil bo'lsin. Ikkala tomon bir xil bo'lib qolsin. Qolgan joylari esa ikki xil bo'lib qolsin. Ikki xilligini bilib turibmiz. Demak, shunchaki x larni bir xil qilib olsak bo'ldi. 5kx teng minus 65 taqsim 14x. X lar qisqarib ketadi, yozib o'tirishimiz shart emas dedik. X teng bo'ladi. 5 ni bu yoqqa minus bo'luv qilib o'tkazamiz. Minus 16 taqsim 14 bo'lingan 5 bo'ladi. Bo'lingan 5 degani ko'paytirilgan 1 taqsim 5 degani. Natija minus 16 mahrajimizda 70. Minus 16 taqsim 70. Qisqartirib yozsak ham bo'lar ekan. Xo'p, minus 8 taqsim 35. Bo'ldi, mana shu bizning javobimiz. 20-si, which equation has exactly one solution? Bitta yechimga ega bo'lsin. Bitta yechimga ega bo'lish sharti x lar ikki xil bo'lsin. Ya'ni x larning yonidagi koeffitsiyentlar ikki xil bo'lish kerak. Mana bu yerda e'tibor bersak, bir xil bo'ldi. Bu juda qisqarib ketadi. Minus 5 bilan 5 no solution degan shartni beradi. B variantimiz. Qavslarni ochamiz. 3x plus 3 teng 3x plus 3. Ikkala tomon bir xilmi? Bu demak cheksiz ko'p yechimga ega. Xo'p, C holati 4x. Mana buni ochganimizda 4x paydo bo'ladimi? Bo'ldi. Bu demak yechimga ega emas. Ishlasimiz ham bu yog'ini davom ettirishimiz ham shart emas. Mana bunda 5x va 2x ikkalasi ikki xil. Bo'ldi. Buning yechimi bor. Ishlab o'tirmasak ham bilamiz yechimi bor. Chunki x lar g'oyib bo'lib qolmaydi-da, yo'q bo'lib ketmaydi. Mana bu qolgan variantlarda hammasida x lar yo'q bo'lib ketadi. 21-savol. In the given equation, r is a positive integer. Integer juda muhim so'z SAT'da, butun son degan. Yodlab oling. Berilgan tenglamada r bizda butun son ekan, pozitiv ekan, ya'ni pozitiv degani plus bilamiz, musbat son. If the given equation has exactly one solution, bitta yechimga ega ekan, what cannot be the value of r? Cannot degani katta qilib yozib qo'ygan. Mana r bo'la olmaydigan qiymatni topishimiz kerak. R
qandaydir qiymatlarni qabul qila oladi, lekin qaysidir qiymat borki, uni qabul qila olmaydi. Agar qabul qilsa, mana bu shart bajarilmay qoladi. One solution degan shart bajarilmay qoladi. Okay? Ishlab ko'ramiz. Qavsdan ochib chiqadigan bo'lsak, rx qavsdan ochishimiz ham shart emas ekan, hattoki mana r-7 x ni bu tomondan yozib qo'ya qolaman. Plus 3 teng 19x plus 25. Yechimga ega bo'lishligi uchun nima qilardik desak, x lar ikki xil bo'lishi kerak. Mana bu narsa bilan mana bu narsa ikki xil bo'lishi kerak. Shunda yechimga ega bo'ladi. Demak, r-7 19 ga teng bo'lishi mumkin emas. 19 ga teng bo'la olmaydi. Agar 19 ga teng bo'lib qolsa, mana bu ikkala tomonda ham 19x paydo bo'ladi, qisqarib ketadi-da, one solution degan shart bajarilmaydi. Xo'p, demak davom etib qo'yadigan bo'lsak, r teng bo'la olmas ekan, 7 ni bu yoqqa plus qilib o'tkazamiz 26 ga. R 26 ga teng bo'la olmaydi. Tushunarli bo'ldimi? Savolda cannot degan. R istalgan sonni qabul qilishi mumkin. Istalgan, umuman farqi yo'q. Hammasida yechimga ega bo'ladi. Faqat bittagina qiymat borki, agar uni qabul qilsa, yo cheksiz ko'p yechimga ega bo'lib qolishi mumkin, yo umuman yechimga ega bo'lmay qolishi ham mumkin. Bizga esa yechimi bor deyilgan. O'shaning uchun men bu narsani 19 ga teng bo'lishi mumkin emas deb oldik. Tushunarli-a? Agar 19 ga teng bo'lsa, o'sha no solution bo'lib qolar ekan. 22-savol. For which value of a ning qanday qiymatida mana shu tenglamamiz have infinitely degani cheksiz many degani ko'p, cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. A ni topishimiz kerak, tenglama cheksiz ko'p yechimga ega bo'lishi kerak ekan. Birinchi o'rinda qavsdan ochib chiqamiz. 7ax minus 14a plus 5a teng 7ax minus 14a minus 35. Okay, now ikkala tomondan x lari borlarni alohida olamiz mana. X lari borlari, mana bunda x bor, bunda x bor. Ikkalasi bir xil bo'lishi kerak. Ko'rib turibmizki, ikkalasi bir xil. Lekin uni o'zi yetarli emas. Cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish uchun mana bu narsalar, ya'ni x qatnashmagan qolgan narsalarimiz ular ham bir xil bo'lishi kerak, cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish uchun. Demak, minus 14a, hop, soddaroq ko'rinishda yozsak, ikkala tomondan ham minus 14a lar qisqarib ketadi. 5a teng minus 35 qilib ishlar ekanmiz. A teng minus 7. A minus 7 ga teng bo'lsa, demak infinitely many solution bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldi? 23. Find all values. Find degani toping. Toping all values, hamma qiymatlarini s ning hamma qiymatlarini toping. S musbat son. That deb izoh berib ketadi. Qanaqa desak, that make yasaydi mana shu tenglamani have infinitely many solution, cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladigan qilib yasaydigan s larni topishimiz kerak ekan. Yaxshi savol. Demak, nima qilsak bo'ladi? Mana bu joyga diqqat qilib qarasalaring, 12 ham 4 ga bo'linadi, 28 ham 4 ga bo'linadi. Ya'ni kasr ko'rinishda yozib sizlarni chalg'itmoqchi. Aslida bu oddiygina 3x plus 7. Aslida 3x plus 7 bu. Minus s taqsim 13 teng rx minus 8r. Qavsdan ochib chiqdik. Infinitely many solution bo'lish uchun x yonidagi narsalar bir xil bo'lishi kerak. Demak, shundan bilamizki r teng ekan 3 ga. Va ulardan tashqarilar ham bir xil bo'lishi kerak. Mana bu narsa, mana bu narsaga bir xil. Yozaman 7 minus s taqsim 13 teng bo'lsin minus 8
r ni nechaga tengligini bildik-ku, 3 ga teng ekan. Demak, o'rniga olib borib qo'yamiz. Xo'p, yaxshi. Endi mahrajdan qutulish uchun, ya'ni kasrdan qutulish uchun tenglikning ikkala tomonini ham 13 ga ko'paytirib yuboramiz. Shunday 13 ni 7 ga ko'paytirsak 91 minus 13 bilan 13 qisqarib ketadi, s ni o'zi qoladi. Teng bu tomonni hisoblaydigan bo'lsak, xo'p, necha chiqar ekan? 312 minus 312. Endi s ni topish uchun bu yoqqa o'tkazib yuboramiz. Shunda minus s plus bo'lib o'tadi. Buni esa bu yoqqa o'tkazib yuboramiz. 91 plus 312 teng ekan s ga. Natija 403 teng s paydo bo'ladi. Tushunarli bo'ldi-a? Boyagi 3 ta shartni mukammal o'rganib olishimiz kerak ekanda. Yechimga ega bo'lish sharti, yechimga ega bo'lmaslik sharti, cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish sharti. Bu savollarda qiynalmasligimiz uchun. 24-da ham mana how many solutions nechta yechimi bor deyapti. Ishlamasdan topishimiz kerak. Xo'p, qavsdan ochib chiqamiz. 64x minus 80 teng. Buni ham ochib chiqadigan bo'lsak, minus 80 plus 64x. E'tibor bersak, ikkala tomon bir xil. Bu yerda ham plus 64 bor, bu yerda ham plus 64 bor. Bu yerda ham minus 80 bor, bu yerda ham minus 80 bor. Tenglikda ikkala tomoni bir xilmi? Bo'ldi. Bu degan infinitely many degani. Chunki qisqarib ketadi-da, baribir oxirida 0 teng 0 paydo bo'lib qoladi. Bu cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish sharti edi. 25-si which equation has infinitely many solutions? Qaysi tenglamada cheksiz ko'p yechimi bor debdi. Eslab olamiz. Demak, x yonidagilar bir xil bo'lsin. Shuni o'zi yetarlimi? Yo'q, bu tomoni ham bir xil bo'lsin. Bu ikkalasi bir xil emas. Faqat chalg'itish uchun berilgan 5 5. Ishoralari ikki xil. Demak, bu no solution shartiga tushadi. Variant emas. Keyingisida qavsni ochadigan bo'lsak, minus 13x plus 13 teng. Bu tomonimiz ham xuddi shunaqa ekan. Minus 13x plus 13 ekan. Demak, bo'ldi. Bu javob to'g'ri. X lar ham bir xil. Qolganlari ham bir xil. X qatnashmagan narsalar ham bir xil. Qolgan esa bilan dini o'zlaring mustaqil tekshirib ko'ringlar, qaysi shartga mos tushishini. 26-savol. The equation gives the speed. Tenglama beradi tezlikni, s ni berar ekan. S demak bizda speed. Speed bu tezlik. In miles per hour. Mil taqsim soatlarda berar ekan. Ya'ni soatiga shuncha mil yo'l yurar ekan. If a certain car, qandaydir mashina t sekund vaqt o'tgandan keyin, u yurishni boshlagandan keyin, boshlamoq, accelerate yurish. Demak, mashina yurishni boshlagandan keyin t sekund o'tgandan keyingi tezligini berar ekan. Misol uchun, t o'rniga 10 olib borib ko'ringlar. Ya'ni 10 sekunddan keyin tezligi qancha degan savolga javob beradi-da u. T o'rniga 10 olib borsak, 20, 40 ga 20 ni qo'shamiz, 60. Demak, 10 sekunddan keyin mashinaning tezligi 60 bo'ladi degan narsa. Tushunarli? Savolga qaytamiz. What is the speed? Tezligi nimaga teng? In miles per hour birligi of a car 3 seconds after it began to accelerate. Juda ham oddiy savol ekan. 3 sekunddan keyingi tezligini toping. Ya'ni t teng 3. Tepadagi funksiyamizga, ya'ni tenglamamizga 40 bo'lsa, plus 2 t o'rniga 3 ni borib qo'yamiz. Bo'ldi. Natija 46 chiqish kerak. 27-savol 2025-yilda tushgan. A piece of paper with a length of shuncha inches is cut into two parts. Demak, piece degan bo'lak, qog'oz bo'lagi 38 inch uzunlikka ega bo'lgan qog'oz bo'lagi cut into two parts, ikkita qismga bo'lishibdi. Bitta qog'ozni ikkita qismga bo'libdi. Qog'ozning uzunligi 38 bo'lgan. One part has a length, bitta qismning uzunligi x inch. Other part, ikkinchi bo'lakning uzunligi esa y inches.
Demak, bittasi x, ikkinchisi y bo'lsa, ikkita qismga bo'lingan bo'lsa, x plus y teng 38 deb olsak bo'ladimi shuni? Bo'ladi. Mana bu birinchi qism, bu ikkinchi qism. Birinchi bo'lak, ikkinchi bo'lak. Natija esa 38, jami 38 ni berish kerak. Xo'p, davom etamiz. The value of x, x ning qiymati deyapti. Is ma'lumot beryapti. Teng 8 ta ko'proq debdi. 8 ta ko'proq. Nimadandir 8 ta ko'proq. Bu nimadanligini qayerdan bilamiz? Then degan so'zdan keyingini o'qishdan orqali bilamiz. Demak, bu yerda nimadir bor. O'sha narsadan 8 ta ko'proq. O'shaning uchun plus 8 qo'yib turamiz hozircha. Endi bu yerda nima bor deydigan bo'lsak, then 4 times the value of y. Times degan so'zni ko'rladingmi? Bu ko'paytirish. Y ning qiymatidan 4 marta, ya'ni y ni 4 ga ko'paytirganimizdan 8 ta ko'proq deyotgan ekan. Demak, mana bu narsa 4y. Tushunarli bo'ldimi? 4y dan 8 ta ko'proq. Sistema paydo bo'lar ekan. Sistemalar mavzusiga ham hali to'xtalamiz. Endi buni soddaroq usulda ishlab qo'ysak, savolda x so'ralgan ekan. Xo'p, mana bu tenglamadan x teng 38 minus y degan narsani chiqarib olsak bo'ladi-ya. Mana bunda x bo'lsa, y bu yoqqa minus bo'lib o'tadi, 38 minus y. Demak, yaxshisi y ni topa qolaylik. Y teng 38 minus x. Nimaga? Chunki savolda x so'ralgan ekanda x topishimiz kerak. Bu tomonda x teng 4. Mana bu yerda y bor. Y ni yozmayman-da, endi hozirgina topgan narsamni olib kelib qo'yaman o'rniga. 38 minus x. Bu yerda yana plus 8 imiz ham bor. Nima qildik desak, ikkita noma'lum qatnashgan, x ham y ham qatnashgan narsani bitta noma'lumli narsaga o'zgartirib oldik. Tenglama tuzib oldik. Ishlaydigan bo'lsak, x teng 152 minus 4x plus 8. Shunda 8 ni bu yoqqa o'tkazib yuborsak bo'lar ekan. Xo'p, minus 4x ni bu yoqqa o'tkazar ekanmiz. X plus 4x teng, ikkalasini hisoblasak 160. Demak, x teng 160 ni 5 ga bo'lamiz, 32. X 32 ga teng bo'lgan ekan. Y necha bo'ladi? 38 dan 32 ni ayirib yuboramiz, 6 bo'lgan ekan. Keyingi savol 28. A batch of smoothies consists of shuncha cups of milk and shuncha bananas. SAT'da muhim masala. Ko'pchilik o'quvchilar bitta so'zni bilmadimi? Bo'ldi, tushunmayman dedi, menga tormoz berib qoladi. Yo'q. SAT masalalar unaqa emas. Bitta so'z bilan hal bo'ladigan narsa emas. Misol uchun batch of smoothies degan so'zdan umuman bilishimiz shart emas. Nimadir bor ekan deb ketaveramiz. Consist degan so'z endi bu tashkil topgan. Shu narsalari bor. Mana shu narsada ikkita cup milk bor ekan, ikkita banana bor ekan deymiz. Va jami 1228 milligram. Mana bu so'zni bilishimiz, tarjimasini bilishimiz shart emas. Nimadir bor ekan deb ketaveramiz. There is, u yerda bor 304 milligram of shu narsa bitta milkda shu narsa bo'lsa deyapti. Bizda 4 ta milk bor edi, to'g'rimi? Bitta milkda 304 ta bo'lsa, 4 tasini topishni nima qilamiz? 4 ni 304 ga ko'paytiramiz. How many shu narsa in milligram is one banana? Bitta bananada nechta bor debdi. Oson savol. Mana qaytaraman, qaranglar. Bitta milkda 304 ta bor ekan, bizda esa 4 ta milk bor. O'shaning uchun 4 ni 304 ga ko'paytirdik. Plus bananda nechta borligini bilmaymiz. Aynan shu narsa so'ralgan. Bananda x ta bor deb turamiz. Bitta bananda x ta bo'lsa, ikkita bananda nechta bo'ladi? 2x ta bo'ladi. Bizga jamisi berilgan, jami mana bu narsa berilgan. 1228. O'shaning uchun plus qo'ydik o'rtaga. Mana bu milkdagi jami, bu banandagi jami, ikkalasini qo'shib yubordik. O'shan boshidagi narsamizda demak shuncha
modda bor ekan, mana qanaqadir modda. Xo'sh, ishlaydigan bo'lsak 1216 plus 2x teng 1228. 2x teng bu yoqqa minus bo'lib o'tsa, natijada 12 paydo bo'lar ekan. X teng 6. Demak, bitta bananda 6 mg bo'lgan ekan, xuddi o'sha moddada. Tushunarli? 19. The temperature conversion. Temperaturani bir birlikdan ikkinchi birlikka o'girish ma'lum. Conversion o'girishda. Funksiyamiz berildi. Converts o'giradi. Kelvinni Fahrenheitga o'girar ekan. Biz uchun muhim emas. If x decreases by, agar x shuncha kelvinga oshsa deyapti, how much does Fahrenheit increase? Fahrenheit qanchaga oshadi deyapti. Mana bu yerda e'tibor bersa x bor. Demak, x ni 8.8 ga oshirganimizda mana bu funksiyamiz qanchaga oshadi deb so'ralyapti-da. Yozib olamiz. F funksiyamiz teng, qavslarni ochaman. 9/5x minus bunisini mayli yozib qo'yamiz. 9/5 ko'paytirilgan 73/15 plus 52. Bu joy nechiga tengligi ahamiyati yo'q-da biz uchun. Demak, bizda funksiya mana shu. 8.8 kelvinga oshirilibdi x'imiz. F funksiya bor. Endi u o'zgardi. Mana bu narsa 9 bo'lsa, biz topishimiz kerak x plus 8 ni topishimiz kerak. Bu oddiy x edi. Endi uni topish uchun 9/5 bo'lsa, x o'rniga x plus 8 ni borib qo'yishimiz kerak. Minus bu yog'i o'zgarmaydi, joyida qolaveradi. Xo'p, qavsni ochib chiqadigan bo'lsak, 9/5x plus 72/5. Bu yog'i yana xuddi shu narsa o'zgarmaydi. Nima bo'lyapti desak, qaranglar, boshida 9/5x mana bu narsa bor edi, to'g'rimi? Bizda xuddi shu narsa bor, 9/5x bor. Faqat bitta narsa qo'shildi, mana bu narsa qo'shildi. Demak, bu funksiyamiz shunga oshar ekan, 72/5 ga oshib qolar ekanda. 72/5 imiz 14.4 ni berish kerak. 8 emas edi-yu, 8.8 ekan, uzr. 8.8. Demak, qanchaga oshadi desak, 9 ko'paytirilgan 8.8/5 ga ortadi. Bu 15.84 ga oshadi degan. Bu mavzu funksiyalar, linear funksiyalar mavzusida slope haqida gaplashganimizda kerak bo'ladi. Hozir ja chuqur tushunmasalaring ham it's okay. Anaqa tormoz bo'lib qolib siqilib yurmaymiz. Bu oddiy narsa. Buni keyinchalik mukammal o'rganib ketamiz. Hozircha shunday deb tasavvur qilib turinglar. Shunchaki x ga 8.8 ni qo'shdik. 8.8 ni qo'shganimiz evaziga funksiyamiz qanchaga oshdi degan savol edi. Xo'p, 30-savol. A bus rental. Avtobus rental degani ijara. Avtobus ijarasi cost degani narxlarga nisbatan turmoq. Narxlarga nisbatan ishlatiladi. Avtobus ijarasi turadi $950 for the first 3 hours. Boshida 3 soat uchun $950 ekan va har bitta qo'shimcha additional degani qo'shimcha soat uchun har bitta qo'shimcha soat uchun $50 dan to'lar ekan. Which equation represents the cost? Qaysi tenglama represent ko'rsatadi the cost narxni for t hours. T soatga olingan avtobusni ijarasini narxi $1250 bo'lganini ko'rsatadigan funksiyani topishimiz kerak. Yaxshi savol. Mana bordim avtobus ijaraga olishga. $950 to'ladim birinchi 3 soat uchun. 3 soat bo'ldi, endi polni haydayman. Plus lekin yana $50 dan to'layman qo'shimcha soatlar uchun.
necha soat avtobus haydadim bilmayman, lekin jami tiyligini bilaman. Jami ti. Xo'p, boshida 3 soatga allaqachon vaqt pul to'lab bo'ldim. O'shaning uchun qolganlariga $50 to'layman-ku. Qancha qoldi desak, T-3 ta qoldi. Tushunarli? Va oxirida natija $1250 pul to'lar ekanman. Mana, T'ni toping deb so'ramagan, shunchaki tenglama tuzing deb so'ragan. $950 to'ladim. Birinchi 3 soat uchun. 3 soat uchun tekin haydayman endi, bo'ldi. Qo'shimchasiga esa $50 to'ladim. Jami T soat haydagan bo'lsam, boshida 3 soat uchun allaqachon to'lov qilib bo'lgan bo'lsam, qolganiga 50 soatdan to'layapman-ku. Demak, qancha qolgan desak, T'dan 3 ni ayirib yuboraman-da, chunki u T 3 soat allaqachon to'lab bo'lindi. Qolgani uchun $50 to'layapman hozir bu yerda. O'shaning uchun bu yerda A javobimiz to'g'ri. Okay? Homeworkni ishlaysizlar, bolalar. Bitta guruh ochamiz, shogirdlarim bor, o'shalar bilan agar uyga vazifada chiqmagan savollar bo'ladigan bo'lsa, guruhga tashlaysizlar, o'zim yoki shogirdlarim sizlarga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Okay, omad hammaga, rahmat.